2026-yilgi yangi BYD CL08 elektromobili avtomobil sanoatida haqiqiy shov-shuvga sabab bo'ldi. Pekindagi avtosalonda namoyish etilgan ushbu sedan nafaqat dizayni, balki texnologik imkoniyatlari bilan ham ko'plab premium brendlarni jiddiy o'ylantirib qo'ydi. BYD CL08 tashqi ko'rinishidan juda zamonaviy va aerodinamik ko'rinadi. Biroq ushbu avtomobilning eng katta kuchi uning kaputi ostida emas, pol qismida joylashtirilgan yangi avlod Black Battery texnologiyasida. Kompaniya ikkinchi avlod LFP Black batareyasi yordamida avtomobil bir quvvat bilan 1000 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tishi aytilmoqda. Bu ko'rsatkich Xitoy SLTC standartlari asosida o'lchangan bo'lsa-da, real hayotdagi natijada ham bugungi aksariyat elektromobillardan ancha yuqori bo'lishi kutilmoqda. Ammo odamlarni eng hayratga solayotgan jihat bu quvvatlash tezligi. CL08 yangi 8 voltli arxitekturadan foydalanadi va megawatt level flash charging texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Oddiy qilib aytganda, atigi 5 daqiqa ichida 400 km yurishga yetadigan quvvat olish mumkin. Agar batareya quvvati 10% qolgan bo'lsa, shu qisqa vaqt ichida uni 70% gacha to'ldirish mumkin. Sovuq ob-havo ham bu mashina uchun muammo emas. -30 darajada sovuqda ham avtomobil 20% dan 97% gacha atigi 12 daqiqada quvvatlana oladi. E'tiborlisi, ko'pchilik odamlar qishda mashina oynasini muzdan tozalash uchun bundan ham ko'proq vaqt sarflaydi. CL08 faqat iqtisodiy elektromobil emas, u juda kuchli sport sedani ham hisoblanadi. Eng yuqori versiyasi 2 elektromotor va to'liq privod bilan jihozlanadi. Umumiy quvvat 510 kW yoki 684 ot kuchiga teng. Old motor 190 kW, orqa motor esa 320 kW quvvat ishlab chiqaradi. Kamroq quvvat istaydigan xaridorlar uchun orqa g'ildiraklardan tortuvchi versiyalar ham mavjud. Ular 255 kW yoki 320 kW variantlarda taklif qilinadi. Barcha modellar maksimal 240 km/soat tezlikka chiqa oladi. Bu esa CL08 ni nafaqat uzoq masofaga, balki yuqori tezlik va dinamik haydash uchun ham ideal avtomobilga aylantiradi. Mashina o'lchamlari ham juda katta. Uzunligi 5150 mm. Bunday katta sedanlarni parkovka qilish odatda qiyin bo'ladi, ammo BYD bunda ham yechim topgan. CL08 da rear wheel steering tizimi mavjud, ya'ni orqa g'ildiraklar ham buriladi. Bu esa katta avtomobilni tor joylarda ancha yengil boshqarishga yordam beradi. G'ildirak bazasi 3030 mm bo'lgani uchun salon ichida, ayniqsa orqa o'rindiqlarda juda katta joy bo'lishi kutilmoqda. Eng qiziq tomoni esa mashina vazni taxminan 2040 kg atrofida. Bu hajmdagi va bunday katta batareyali elektromobil uchun juda yaxshi natija. Komfort masalasida ham BYD jiddiy ishlagan. CL08 Daysys A deb nomlangan aqlli air suspension tizimi bilan jihozlangan. Ushbu tizim yo'l notekis bo'lsa ham avtomobilni barqaror va yumshoq yurishini ta'minlaydi. Premium klassdagi avtomobillarga xos komfort darajasi bu yerda ham seziladi. Xavfsizlik va avtopilot tizimlari ham zamonaviy darajada. Tom qismida lidar sensori joylashgan bo'lib, haydovchiga yordamchi tizim sifatida ishlaydi. Ushbu sensor avtomobilga atrofdagi obyektlarni aniq ko'rish, yo'lni tahlil qilish va tirbandliklarda xavfsiz harakatlanishga yordam beradi. Narx masalasiga kelsak, kompaniya hali rasmiy narx e'lon qilmagan. Ammo taxminlarga ko'ra CL08 narxi 42 mingdan 49 ming dollargacha bo'lishi kutilmoqda. Bunday texnologiyalar va imkoniyatlarni hisobga olsak, bu narx bozordagi ko'plab premium elektromobillarga nisbatan ancha agressiv ko'rinadi. CL08 BYDning yangi Ocean 8 seriyasining bir qismi hisoblanadi. Shu bilan birga kompaniya C-Line 08 SUV modelini ham taqdim etdi. Sedan 2026-yilning ikkinchi yoragida Xitoy bozorida sotuvga chiqadi. Hozircha O'zbekiston bozoriga chiqishi rasman tasdiqlanmagan, ammo BYD global bozorda juda tez kengaymoqda. Geely Galaxy M9 2025-yil 17-sentyabr kuni Xitoy bozorida rasman sotuvga chiqqan. U katta oilalar uchun mo'ljallangan SUV segmentida 6 turli komplektatsiyalarda taklif etiladi. Model Huawei Aito M9 va Li Auto L Series kabi avtomobillarga raqobatchi hisoblanadi. Galaxy M9 narxi 100 km elektr yurish zaxirasiga ega old g'ildiraklarni tortuvchi versiyasi uchun taxminan 25800 dollardan boshlanadi. Eng yuqori 210 km yurish zaxirasiga ega to'liq tortuvchi Pilot Edition versiyasi esa 35000 dollar etib belgilangan. CLTC sikli bo'yicha avtomobilning maksimal umumiy yurish masofasi 1505 km gacha yetadi. Gibrid va to'liq elektr kuch qurilmalarining uyg'unligi Galaxy M9 ni oilaviy SUV bozori uchun keng va qulay salon, zamonaviy texnologiyalar hamda yuqori haydash samaradorligini birlashtirgan model sifatida namoyon etadi. Geely Galaxy M9 uzunligi 5205 mm, kengligi 1999 mm va balandligi 1800 mm ni tashkil etadi. G'ildirak bazasi 3030 mm bo'lib, aerodinamik qarshilik koeffitsiyenti 0,285 ga teng.
Avtomobil Geely'ning Star River Ripple dizayn uslubida ishlab chiqilgan. Old qismida qishda issiq samaradorligini oshirish uchun yopilishi mumkin bo'lgan radiator panjarasi, murakkab ko'p qavatli faralar va butun kenglik bo'ylab cho'zilgan LED yorug'lik chizig'i mavjud. Yon tomonda qaralganda kuzov to'ri va silliq chiziqlar bilan ajralib turadi. Nozik xrom bezaklar esa unga yanada premium ko'rinish beradi. Yashirin eshik tutqichlari avtomobilning tashqi ko'rinishini yanada ixcham va zamonaviy ko'rsatadi. Galaxy M9 tashqi ko'rinishda yetuk va bosiq dizayn uslubini namoyish etadi. Unda ortiqcha dabdaba emas, balki salobat va jiddiylikka urg'u berilgan. Xaridorlar kuzov uchun kumush rang, ko'k, yashil, qora, kulrang va oq kabi 6 ta rang variantlaridan birini tanlashlari mumkin. Yuqori komplektatsiyalardagi versiyalar 265 mm kenglikdagi 20 dyumli Goodyear shinalari bilan jihozlangan. Boshlang'ich versiyalarda esa kundalik haydash uchun mo'ljallangan nisbatan torroq shinalar qo'llanilgan. Galaxy M9 ning og'irligi tanlangan komplektatsiyasiga qarab 2180 kg dan 2530 kg gacha o'zgaradi. Avtomobilning klerensi, ya'ni yer bilan kuzov orasidagi masofa yuklanmagan holatda 192 mm ni tashkil etadi. Old qism dizaynida biroz tashqariga chiqib turuvchi himoya balkasi qo'llanilgan bo'lib, bu avtomobilga ko'p qatlamli va salobatli ko'rinish beradi. Aerodinamik kuzov shakli hamda boshqariladigan radiator panjarasi esa tashqi jozibadorlikni yo'qotmagan holda samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Geely Galaxy M9 salonida 2x3 formatidagi 6 o'rindiqli joylashuv qo'llanilgan. Ikkinchi qatordagi alohida o'rindiqlar oyoq tayanchi, belni qo'llab-quvvatlash tizimi, isitish, shamollatish va 10 nuqtali massaj funksiyasi bilan jihozlangan. Uchinchi qator o'rindiqlari elektr yordamida ochilib yiqiladi hamda orqaga yotqizilishi mumkin. Oxirgi qatorda bosh va oyoqlar uchun yetarli darajada qulay joy taklif qilingan. Salonning umumiy maydoni 502 metr kvadratni tashkil etadi. Ichki bezakda yumshoq qoplamali panellar va anodlangan elementlar kabi yuqori sifatli materiallardan foydalanilgan bo'lib, bu avtomobil ichki qismiga o'z segmentiga nisbatan ancha premium ko'rinish beradi. Geely Galaxy M9 ning asosiy ustunliklaridan biri uning zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilganligidir. Kokpit qismida 30 dyumli 2 ekranli multimedia tizimi, 12.66 dyumli to'liq raqamli uskunalar paneli, 32 dyumli AirHood proyeksion displey hamda 17.3 dyumli shipga o'rnatilgan ko'ngilochar ekran mavjud. Avtomobil Snapdragon 8295P protsessori asosida Flyme Auto 2 tizimi bilan ishlaydi. Tizim tarkibidagi EVA AI sun'iy intellekt yordamchisi marshrutlarni rejalashtirish, avtomobil funksiyalarini boshqarish va yo'lovchilar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega. Geely Galaxy M9 ning audio tizimi 23 kanalli va elektr kanaldan iborat planar akustikasi bilan jihozlangan. Tizim 2600 vattgacha quvvat bera oladi va barcha yo'lovchilar uchun immersiv, ya'ni chuqur surround ovoz effektini taqdim etadi. Yuqori komplektatsiyalarda markaziy konsol ostida 9.1 litr sig'imli muzlatgich o'rnatilgan bo'lib, u -6 dan 50 gradusgacha haroratni ushlab turishi mumkin. Geely Galaxy M9 salonining joylashuvi amaliylik va kenglik hissi orasida yaxshi muvozanatni ta'minlaydi. Ikkinchi qatordagi o'rindiqlar to'liq orqaga yotqizilishi mumkin bo'lib, uzoq safarlarda deyarli tekis holatda ham dam olish imkonini beradi.